Hamma-hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Zikrdan ham zo'r mashina bormi? Bo'lsa bitta ko'rsin dedinglar. Mana sizlar uchun Avatar 12 mashinasi o'rtoqlar. Bu mashina Zikrdan zo'rmi yo'qmi hozir bitta men sizlarga pulni ko'rsatib chiqaman, o'zingizlar taqqoslab olasizlar o'rtoqlar. Xo'p, Avatar 12 ko'rishinglar mumkin. Bu mashinada yo'q narsan o'zi yo'q. Misol uchun avtoparkovka bormi deyishi o'zi xato, chunki bu mashinada 3 ta lidar datchiklari bor, 13 ta kameralari bor, hattoki mana bitta ko'rishinglar mumkin, displeylari ham bor. Bu mashinani ochganingizda mashina assalomu alaykum, ya'ni hello deb kutib oladi. Yopganingizda goodbye deb qo'yadi. Kamiga bu yoqqa xohlagan narsalarni yozib qo'ysanglar bo'ladi. Oldilari keladigan bo'lsa o'rtoqlar, mana ham ko'rishinglar mumkin, bu lidar datchiklari bo'ladi. 360 gradus kameralari, hattoki mana znaklari ham polni yonib beradi. Oldilarida 6 ta parktronikasi bor va faralariga keladigan bo'lsa, glavnisi lazerni ikkitalab turibdi, ko'rasizlar. Mana qoshlari polni yonib beradi o'rtoqlar. Keyin sizlar bilan balonlarni ko'radigan bo'lsak, 265 ga 40 R20 diskida o'zini Avatar tormozlari yoniga keladigan bo'lsa, mana bunlari. Polni bu yoq lidar datchiklari bo'ladi va kameralari. Bu yoqda ham kamera, bakoylarigacha kamera, bu yoqda ham kamera. Bu degani o'rtoqlar, bu mashina uje odamni xavfsizligini ham ta'minlab beradi. Keyin, men bilasizlar, narxini boshida aytaman. Bu mashinamiz narxi 48800 dollar o'rtoqlar. Shu pulga shu mashina arziydimi yo'qmi? Qaranglar. 0 dan 100 gacha 3.9 sekund. Ot kuchi bo'lsa 575 ta. Batareyasi 95 kilovat bo'ladi o'rtoqlar buni. O'rtoqlar, bu videoni oxirigacha ko'rmasangiz bo'ladi, chunki bu mashinaga nafaqat men, sizlar ham kompot bo'lasizlar hozir. Sizlarga bir boshdan ko'rsatib chiqaman. Ana endi bu yoqlarga keladigan bo'lsak, bakoylarni ko'rishinglar mumkin. Bakoyisi elektrik kamerada bo'ladi. Eshiklari polni bezramishdi. Ko'rishinglar mumkin. Oyna ko'tariladigan ham salonda oynalari 2 qavat, ya'ni tosh-posh bu narsa deganda sochilib ketmaydi. Dizaynni ko'rishinglar mumkin o'rtoqlar. Buna keladigan bo'lsa, minimalizm mana bu eshik ochadigani. Xo'p, mana bu yerda ochiladi, barchuk. Ichiga bu narsani solib qo'ysangiz bo'ladi va avariyniy eshik ochadigan joyi bor, Nobodoga. Chiqazishlari vobshe zo'r, kolonkalari, subwooferlarigacha bor. Xo'p, o'tirib oladigan bo'lsam, Sdenani ko'ryapsizlarmi, ligrovkalarni, polni ligrovkasi, hattoki atamankalarigacha bor. Abduf abagiriflarni endi gapirmasak ham bo'ladi. O'rtoqlar, u yoqdan kelinglar, u yoqdan bitta ko'ramiz. Xo'p, o'rtoqlar, ana endi bu yoqdan ko'radigan bo'lsak, ichini ko'ryapsizlarmi? Polni boshdan oxirigacha monitor. Men sizlarga boya aytgan narsam, eshik yopib turamiz dedi. Bu yoqdagi ekrani bakoy vazifasini bajaradi. Bu yoqda mana Face ID'larigacha bor, hamma yoq pishalka, katta monitor, hattoki bakoy ham через kamera ishlab beradi. Ichida salonda ham kamera bor. Panorama tomlar o'rtoqlar, orqalarigacha panorama. Sizlarni ko'rishingiz mumkin, sizlarning o'zida ham kolonkalari bo'ladi. Mashina xullas jamaqda o'ryapman-u, lekin o'zimga ham to'g'risi yomon yoqib ketdi. Hozir sizlar bilan yana bitta haydab testdan qilamiz. Bungacha hozir yana bitta tashqi ko'rinishini ko'ramiz, keyin haydab polni test qilamiz sizlar bilan. Eshigi bo'lsa, mana bitta ham knopkani bossanglar, o'zi ochilib beradi. Xo'p o'rtoqlar, ana endi sizlar bilan orqa tarafini ko'ramiz. Ko'p sport mashinalarida orqasi tor bo'ladi. Bunga bitta o'tirib ko'ramiz. Lekin va orqalari ham keyin bir qar joy bor ekan, tomda ham mana o'zim bitta sizlarga ko'rsatay o'rtoqlar. Agar u bukum shunday o'tkazib qo'ysanglar, orqadan ko'rinishi mashina tarzida ko'rib ketadi orqani. Ko'rasizlarmi atmosferani? Vobshe boshqacha. Orqalarida Avatar yozuvlari bor, mana bitta karmashkalari, yuzubi zaryadka joylarigacha bor. Xo'p, qo'l ushlaydigan pishalkalari bu yoqda, mikrofonlari, svetlari o'rtoqlar. Sensorli hamma narsasi bor. Mana bitta Avatar yozuvlari bor. Avatar o'z brendi juda ham kuchli mashinalar chiqazadi va bunga ishlatilgan hozir materiallar, sdenalari ham poni sport formada. Gap yo'q, lekin yorib tashashibdi mashinani. Orqa mana spoileri hozir biz chiqazib qo'yganmiz. Buni o'zingiz ko'tarib qo'ysangiz ham bo'ladi va mashina yurishiga qarab, tezligiga qarab o'zini o'zi ligrovkani qilib ketadi. Mana bu znaklar polni orqada yana ikkitalab kameralari bor, mana ko'rishingiz mumkin. Va orqa stoplari. Orqalarida ham parktronikalari 6 tadan bo'ladi. Polni, короче, avtopilot yoqib qo'ysanglar,
maza qilib haydab ketaverasizlar, mashina o'zi yurib ketadi, sizlar ichida bemalol ishlarni qilib o'tirsanglar bo'ladi. Hozir mana bu yerda palasi bor. Sizlar bilan hozir birinchi o'chiq avtoparkovkasini bitta tekshirib ko'ramiz. O'rtoqlar, hozir sizlar bilan avtoparkovkalarni tekshirib ko'ramiz. Bu mashina hattoki ichida odam o'tirmagan bo'lsa ham o'zini o'zi parkovka qiladi. Mana hozir zadniyda ozgina yuramiz-da, mana shuncha bizga joy topib beryapti. Xo'p, bittasini tanlaymiz. Tormoz bosib turilgan bo'lishi kerak. Mana o'zi mana shu yerga qo'yaymi deyapti. U kelgani mana bu agar mana bu palasalar bo'lmasa ham o'zini to'g'irlab liboy joy qo'ysanglar bo'ladi. Mana tormozdan olamiz. O'zi gapiryapti. Texnologiya deydi. Ko'ryapsizlarmi o'rtoqlar? Biz hech nima qilmayapmiz. Orqaga yurib o'zi avtoparkovkalarni ham qilyapti mana. Hamdan begon ko'rib turishingiz mumkin. O'sha kuni bitta bemorni ko'rdim. Mana shu avtoparkovkani ishlataman deb orqaga borib uruvdi. Ko'rdinglarmi? Даже nemisniki urib qo'yapti, Xitoykini ko'ryapsizlarmi? Necha santimetr qolganlargacha ko'rsatib beryapti. Mana. Bo'ldi. Mashinamiz avtoparkovka o'zini o'zi qildi. Juda ham plavniy, yumshoq qildi. Men ko'p mashinalarning avtoparkovkasini tekshiraman. C16nikini o'rtoqlar 3-pozitsiyasi bo'lsa ham yaxshi ishlamaydi unaqa. Men o'zim necha marta tekshirdim, dirillab ketadi, tez yurib yoradi. O'shanga ham ehtiyot bo'linglar. Xo'p, avtoparkovkasini ko'rdik o'rtoqlar sizlar bilan. Dinamikalarini ko'rdik. Dinamikalari bilmadim 36 tami nechtadir bunda. Chiqazishlari vashi gap yo'q. Hozirlar bilan bitta ovozini ham eshitib ko'ramiz. Libo muzika qo'yamiz-da biz avtorskiga. Chiqashini eshitamiz. Chiqashini ko'rasizlarmi? Buni o'zini sambuferlari ham bor, chiqashi vashchiligim bor. O'rtoqlar, ana endi sizlar bilan bitta yurishini ko'ramiz hozir. 3.9 sekundda kuchini ko'ramiz. Mana nastroykaga kiradigan bo'lsak. Xo'p, mashinamiz. Hozir mana sport turibdi, rejimlar bor. Mana bu yerda o'zingizlarga xohlagan ishni to'g'irlab olasizlar. Bu eko, normal, biz sportga qo'yamiz. Biz chunki obzor qilamiz, mashinani polni kuchini bilishimiz kerak. Xo'p, mana hozir bitta gazini lehki bosib ko'ramiz, qanaqa ko'rinadi. Voy. Kishiga shunaqa emotsiya beradi bu mashina. O'rtoqlar, ko'rdinglarmi bilmadim. Mashinani sevadigan o'g'il bolalarga shunaqa emotsiya beradi bu mashina. Hozir o'zida shu 70 ga chiqdi. Ko'rdinglar, bir 10 metrga bormasdan shunday mashina to'xtab berdi. Rullarni ko'rasizlarmi? Rullari ham mana boshqacha buni. Lekin bu mashinani mana hozir men sizlarga maqtagandek tuyulayotgan bo'lishi mumkin. Shu mashinani shunday olib bitta haydanglar, mendan ko'proq emotsiya olasizlar. Chunki men har xil mashina haydayman, zo'r qimmatli marka, suv yetdi, zikr hammasini haydab yuraman. O'shandan keyin ham даже menga emotsiya beryaptimi? Unaqa mashinalarni haydamaganlar bu mashinani haydasa rostlikamli emotsiya oladi. Lekin mashinani qaranglar. Voy onasini emsa. Uja mana bitta bosganda 60 ga chiqib tushyapti. Deb qo'yaveramiz. 3.9 sekund o'rtoqlar, dual yurishi. Mana odamlarning reaksiyasi hamma qaraydi bu mashinaga yurganlar. Даже mana hozir mana o'zimiz syomka qiladigan joydamiz, poligondamiz. Chetdagi odamlarning o'zi ham polni bizga e'tibor beryapti. Nima qilamiz? O'tib olaylik-a? Hamma o'tsa bo'ladi. Xo'p o'rtoqlar, agar kimga shu mashina kerak bo'lsa, o'zi bitta dona bemalol pastki raqamlarga murojaat qilib shu mashinani sotib olishingiz mumkin. Faqat tezroq harakat qilinglar. Chunki bu mashina, bunaqa mashinalar uzoq turmaydi. Narxi $48,000 qilib beramiz. Yili 2023 nomiylarga chiqadi mashina. Xitoydan kelgan Primoy nomiylarga oformit qilib olasizlar. Hammaga rahmat. Kanal kuzatib va like bosib turinglar. Bilasizlar, menda eng zo'r, eng oxirgi inomarkalarni obzorlar chiqib turadi va eng bozordagi arzon mashinalarning ham obzori chiqadi. Kimga agar mashina olmoqchi bo'layotgan bo'lsa, mana shu videolarni tashib qo'yinglar. Kanalimda har xil mashinalar bor. Bundan tashqari Depal, Nissan xohlagan mashinalarni telefon qilsanglar topib berishga harakat qilamiz. O'zimizda yo'q bo'lsa ham
Optimchilar bilan ishlayman. Optim narxlarda olishinglar mumkin. Xitoylar o'zidan primoy olib beraman o'rtoqlar. Hozirgi kunda A07 ni ko'p so'rayotgandinglar. A07 avtomobilimiz ham kelgan o'rtoqlar. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.